Assalomu alaykum. Ko'plab shifokorlarimiz va hamkasblarimizni so'rovlariga binoan bugungi bizni ish kunimiz haqida bo'lishmoqchimiz. Birinchi bemor bu Qirg'izistondan tashrif buyurgan. Bemorda surunkali charchash, qon miqdorini vaqti bilan past bo'lishi va quvvat kamligi, vazn olmaslik va o'smaslik bilan murojaat qilgan. 10 yoshli bemorda biz somatrop gormoni va aktiv gormonni bir vaqtning o'zida insulin bilan stimulyatsiya test qildik va testni birmuncha og'ir o'tkazdi. Qon miqdori 2 molga tushganda bemorni biroz es hushi xiralashishi kuzatildi. Biz birinchi yordam berdik va testni davom ettirdik va test davomida bemorda somatrop gormoni va aktiv gormonlarning yetishmovchiligi, ya'ni gipopituitarizm aniqlandi va davo choralari yozib berildi. Keyingi bemorimiz esa bu erta jinsiy rivojlanish bilan murojaat qilgan ikkita bemor. Ularga GeneRH testini o'tkazdik va bemorda sentral genezli erta jinsiy rivojlanish tasdiqlandi. MRTda esa ularda hech qanaqa organik o'zgarish aniqlanmadi, chunki qizlarda ko'pincha jiddiy organik o'zgarish aniqlanmaydi. Keyingi bemor esa juda ham qiziq holat. 20 yoshdan o'tganda ham ikkilamchi jinsiy belgilar susligi bilan urologga va andrologga murojaat qilgan. Ular tekshiruvda Klinefelter sindromi deb o'ylagan, karotid tekshirgan, lekin natijalari yaxshi bo'lgandan keyin endokrinolog murojaatiga bizga YouTubedan izlab kelishgan. Bemorda tekshiruvlar davomida shuni ko'rdikki, ya'ni bemorda hid bilish anaqasi yaxshi emas ekan, hid sezishi va spirtni va do'xiylarni ham yaxshi ajrata olmayotganligi bizga Kalman sindromini eslatdi va bemorga tekshiruvlari va MRT qilinganda hidlov piyoschasi va hidlov nervini rivojlanmaganligi tasdiqlandi. Ya'ni bu Kalman sindromini tasdiqlaydi va bemorga davo choralari tavsiya qilindi. Keyingi bemor ham juda ham qiziq bemor. Shu 10 yoshli qizni bo'yi pastligi bilan va jismoniy rivojlanishdan orqada qolish bilan murojaat qildi. Qiz bolani ko'rganda o'sha ensa qismida sochlarni pastdan chiqishi, tanglayni yuqori bo'lishi va oyoqlarda 5-4 barmoqlarni qisqa ekanligi aniqlandi va qiziq tomoni tug'ilganda bolani oyog'ida limfostaz bo'lgan. Bu klassik Turner sindromining klinik belgilari hisoblanadi. Chunki chaqaloq tug'ilgan vaqtda unda klinik belgilar yaqqol bo'lmasligi mumkin. Braxidaktiliya ko'pincha keyinchalik rivojlanadi, lekin bemordagi limfostaz bu asosiy klinik belgilardan biri bo'lishi mumkin. Va biz bemorga tekshiruvlarni tavsiya qildik va karyotipga tekshiruv oldik. Keyingi bemorlar bu ikkita bemorda buyrak usti bezi tug'ma disfunksiyasi bilan qayta murojaat qilgan bemorlar. Unda viril shaklida o'sha adekvat gormon terapiya qilinganda buyrak usti bezini o'sha giperplaziyasi, undan tashqari bolani tez o'sib ketish va erta jinsiy rivojlanishni oldi olinadi va bemor yaxshi o'sishi nazorat qilinadi. Va yana bir bemorda, u bemorimiz buyrak usti bezi tug'ma disfunksiyasi tuz yo'qotuvchi forma, ularga ham o'sha dori preparatlarini qayta korreksiya qilib berildi. Shu bemorlarni 3 oy, 4 oyda dinamikada ko'rishning asosiy maqsad bola tez o'sganligi sababli glyukokortikoidga bo'lgan ehtiyoj o'zgarib turadi. Ya'ni vazn olishi, bo'y o'sishi bilan oldingi doza kamlik qilishi mumkin va bunday bemorlarga dozani sekinlik bilan oshirish mumkin bo'ladi va dori preparatlarini doimiy ichish tavsiya qilinadi va kasal bo'lgan va holati o'zgargan, og'irlashgan vaqtda dozani 2 barobar oshirish tavsiya qilinadi va og'iz orqali dori icholmagan holatlarda, operatsiyadan oldingi periodlarda ularga o'sha adrenal kriz kabi davolash, ya'ni gidrokortizon ronfarin yoki solokartef, ular topilmagan holatlarda ba'zan prednizolon ham qilish tavsiya qilinadi. Xo'p, deksametazon tavsiya qilinmaydi, sababi bu bemorlarda deksametazonda glyukokortikoid effekti bor, lekin mianokortikoid effekti bo'lmaganligi sababli tuzni ushlab qolish xususiyatiga ega emas. Buni unutmaslik kerak, qadrli shifokorlar. Keyingi bemor bu bemorlarda, ya'ni tug'ma gipotireoz dastlab tasdiqlangan vaqtda dozani 10-15 mikrogramm olish tavsiya qilinadi. Bizga kelgan bemor taxminan 5 kilo atrofida, lekin u 37,5 mikrogramm L-tiroksin, ya'ni levotiroksin natriy qabul qilayotgan ekan. Va bemorga biz 10 mikrogramm hisoblab 50 mikrogramm tavsiya qildik va shuni fonida bemorning holati yaxshilanishi kerak. Xo'p, bemorda tug'ma gipotireoz bo'ladigan bo'lsa, albatta qalqonsimon bezini dastlab UZI tekshiruvi va zarur holatlarda sintigrafiya tekshiruvi tavsiya qilinadi. Bu o'sha qalqonsimon bezni tug'ma aplaziyasi yoki joydan boshqa joyda joylashishi, gipoplaziyasi yoki disgormonogenezi yoki o'sha gormon ishlab chiqarishdagi tug'ma muammolarni aniqlash imkoni mavjud bo'ladi. Yana bir bemorlardan birida bu bemorimiz somatrop gormoni yetishmovchiligi bilan murojaat qilgan. Hozirda davo fonida, o'stiruvchi gormon fonida yaxshi o'sish dinamikasini kuzatilgan. Va yana bitta bemorda biz ikkilamchi gipotireoz aniqlaganmiz va ikkilamchi gipotireozni davolashdan oldin kortizol unda nisbatan kam bo'lganligi sababli sinaktan test qildik va sinaktan testda buyrak usti bezini, ya'ni ishi yaxshi chiqqani kuzatildi. Shuning uchun ham ba'zan bir martalik kortizol
yetarlicha informatsiya bermasligi mumkin. Bunday holatlarda biz bemorlarga sinektin testi yoki o'sha insulin bilan stimulyatsiya test orqali ularda ikkilamchi buyrak usti bez yetishmovchiligi bormi, yo'qmi, buni aniqlash imkoni bo'ladi. Va yana bir bemorda bu tug'ma nefrotik sindrom bo'lgan bemorlarda yoki hayot davomida nefrotik sindrom bo'lganda, agar u progressiv kechadigan bo'lsa, levotiroksin natriy miqdori berish tavsiya qilinadi. Sababi o'sha tiroid saqlovchi oqsillar va tiroglobulin yo'qotilishi hisobiga, albumin yo'qotilishi hisobiga bemorlarda ikkilamchi gipotiroz rivojlanadi va ushbu bemorlarni ham davolash tavsiya qilinadi. Bugungi kunimiz shunday klinik holatlar bilan kechdi va oddiy klinik holatlar, profilaktik ko'rikka kelgan bemorlar haqida to'xtalib o'tirmaymiz.